Obbo, kim og'zi chiqyapti, uxlashga ham xalaqit beryapti. Zombi sal tekrar gapirgan. Nima zombi? Nima zombi? Bori zombi, bori nima qilsam bo'pti? Obbo, nima qilsam bo'pti zombi? Obbo, nima bu? Voy, nima bo'pti? Zombi qanaqa uyimga kirib oldi? Hammaga salomlar, sizlar otim Kompot, yangi joyga yaxshi kelibsizlar do'stlar. Mana shunaqa qilib video ham boshlandi. Voy do'stlar, mamnun qaranglar, uxlab o'tirdim. Kim xalaqit beryapti desam, uxlashga zombi ekanu. Sandiqimda nimadir qilyapti zombi. Nima narsalarni olib ketmoqchimni sandiqimda tushunmadim man. Voy do'stlar, mamnun ko'rdinglarmi? Zombilar paydo bo'ldi. Bizani qishloqda qanaqa zombilar paydo bo'ldi? Bizani qishloqda Obbo, uyg'otib olgan. Yana zombi. Yana zombi bor ekan. Obbo, ol. Yonim kelmasam. Ol. Obbo, namuncha bular kuchli bular. Davay, bu yoqqa kellaring. Hozir to'xtab turlaring. Obbo, mamnun qaranglar. Qilichim ovli. Davay, zombilar, davay. Hozir tamom bo'lasanlar. Namuncha ko'p zombi. Nima bo'lyapti bizning qishloqlar turinglar, yordamda shoringlar. Qishloqlarning uyiga kiryapti mana. Qoch. Ne yoqqa kiryapsan? Bore botdan. Yana bitta bor ekan. Obbo do'stlar, qanaqa qilib bunaqa ko'p zombi apokalipsi bo'lyaptimi? Qishloqlar. Nima bo'lyapti? Turinglar hammanglar. Kapot nima bo'lyapti? Voy, o'zim ham tushunmadim. Mana yerda zombilar paydo bo'lyapti qishloqlar hammanglar turdinglarmi? Mana yerda zombilar paydo bo'lyapti. Nimaga zombilar, qatdan zombilar paydo bo'lyapti bilmadim. Kapot, men ham tushunmayapman. Yana saniqli narsalarim yo'qolib qoldi kapot mana. Nima sandiqda narsalarni yo'qolib qoldi deysanmi? Bilmadim, lekin rostdan ham sandiq narsalar yo'qolib qoldi. Menda ham narsalar o'g'irlayotdi zombilar. To'xtanglar qishloqlar. Hamma narsalar yo'qolib qolibdi sizlar rostdan ham. Kapot hamma qishloqlar yo'qolib qolgan. Bilmadim. Menda ham narsalar yo'qolib qoldi. Sandiqimda narsalarim qani? Xamir yo'qolib qolibdi qishloqlar. Menda ham yo'qolib qoldi. To'xtanglar. Zombi otdi-ku meni narsalarimni. Lekin men bilib qoldim zombi otganini qishloqlar. Ko'rib qoldim zombini yo'q qo'rdim. Meni ham sandiqni nimadir lavotdi. Nima kapot zombini qilolmaydi-yu? Voy, bilmadim, menga tashlamayapti-da zombi, menga hujum qilmayapti. Meni sandiqimga hujum qilyapti. Qanaqa qilib zombilar odamlarga hujum qiladi-yu, sandiqlarga emas. Lekin bu zombilar qanaqa g'alati ekan va kuchli ekan, juda ham kuchli ekan. Hozir o'ldirdim ularni. Sandiq qotilyapti narsalar olishga. Nima qilamiz bo'lmasam qishloqlar? Bilmadim kapot, hamma narsalarimiz yo'qolib qoldi. Biz nima qilamiz endi? Bo'ldi qishloqlar, tinchlaringlar. Bo'ldi, hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi kapot. Bilmadim nima qilamiz bo'lmasam. Obbo, boshqa zombilar qolmadi, lekin hozir olamiz-da. Kapot, nima qilamiz endi? Voy, bilmadim qishloqlar. Kapot, balkim zombilar qolmadi desam, alamni olishimiz kerak biz. Xolos, zombini qishloqqa boramiz. Shaqasi bor bo'lsa, manda kirka faqat qilich bor, bo'ldi, boshqa hech narsam yo'q. Kapot, o'zi bilasan zombi qishloq borligini? Bilaman, eshitdim qantadir, lekin uzoq edi zombi qishloq. Kapot, ketdik, hammamiz yig'ilib o'sha zombi qishloqqa boraylik. Как раз kirka bor ekan, balkim yer tagidan o'tarimiz shaqqa. Bo'pti qishloqlar bo'lmasa, hozir men internetda qaraychi qattanligini keyin qudun yonida hammanglar yig'ilinglar, hamma qishloqlarni yig'ilib, men hozir qarayman, xaritani ham ko'rib ko'raman qattanligini zombi qishloqni. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Do'stlar, hozir biz zombi qishloqqa boramiz. Qishloqlar bilan alamimizni olishimiz kerak. Axir, lekin menda kirka, qilich bor, bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Qishloqlarda ham hech narsa yo'q. Hamma narsamizni o'g'irlab ketishdi. Zombilar yangi bosqichga chiqdi do'stlar. Endi bizga hujum qilmayapti, sandiqlarimizga hujum qilyapti. Aqlli bo'lib qopti zombilar ahmoyida. Mayli bo'lmasam, ko'raychi internetda qancha uzoq ekan, qatta ekan shu zombi qishloq. Albatta biz borib alamimizni olishimiz kerak. Balkim narsalar saqlanar shatda.
Hop, qarichi. Ha, bo'ldi, tushundim. Voy, rostdan ham uzoq ekan do'stlar. 30 kilometr ekan, 30 kilometr. Ya'ni biz mashinada emas, peshkom oyoqda yurishimiz kerak, piyoda yurishimiz kerak do'stlar. Piyoda yurish 30 kilometr juda ham ko'p. Mayli qishloqlar, hammanglar yig'ildinglarmi? Ha, kabot, hammamiz yig'ildik, lekin bizda hech narsa yo'q. Bilmayman yani, lekin menda qilich kirka bor bo'ldi. Qishloqlar boringlarchi, ko'ramiz o'tini bo'lsin. Balkim yeri tegidan qishloqqa boramiz. Ha, kabot, o'zim ketdik, ko'rib olgin, qattaligini. Ha, ko'rib oldim qishloqlar, ketdi bo'lmasam ketimdan ketinglar. Ana bo'ldi, sekin qishloqlar yetib keldik. Bu zombi qishlog'i ham sekin momul qoraylar. Voy. Voy kapot, mana qaraga devorlarda o'rniga zombilar turibdi. Oddiy qishloq devorlar turadi bunaqa, lekin ularda zombilar turibdi. Voy, bilmadim, bo'lmasam qayoqqa kiramiz? Biz yer tagidan kirmoqchimiz-ku, to'g'rimi qishloqlar? Ha, kapot, o'sa ketdi, yer tagidan kiramiz. Ha, to'g'ri, lekin bu yerdan kira olmaymiz. Balkim bilmadim, lekin undan kira olmaymiz. To'g'ri, yer tagidan kiramiz. Bo'pti qishloqlar. Ana uy bor ekan, zombilar himoya qilmayapti uyi. Bo'lmasam ketdi orqamdan shu zombi kirib o'sha uy tagidan kirib olamiz zombi qishlog'iga. Hop, kaborovsa ketida boramiz biz. Hozir to'xtab turing qishloqlar, sizlarni o'zim chaqiraman. Davay, hech kim ko'rmayotgan, tezroq mana yuguraveramiz, chunki zombilar himoya qilmayotgan ekan bu yer. Bo'ldi, yaxshi, kelavringlar qishloqlar, kelavringlar bu yoqqa. Davay, bo'lmasam hech kim ko'rmayotgan momentdan sindirib kelmasdan yer tagidan borib olamiz shu yoqqa. Davay, bo'lmasa amit yop qo'yamiz qishloqlar ko'ramiz. Zombilar ko'rmasligi uchun amitni ham yop qo'yamiz. Bo'ldi, qishloqlar bu yoqqa kelinglar, tezroq. Davay, qishloqlarni kutamiz. Ana hammanglar keldinglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta hammanglar yig'ildinglarmi? Qani? Hech kim qolmabdi o'tda. Davay, sekinroq gapiramiz. Bo'lmasam ketdi, bo'lmasam qishloqlar mana shu yer tagidan boramiz. Gazetda 20 ta blokman kerak ekan bizga. Bo'pti, menda bittagina fakil bor, endi bilmadim. Mayli, hozir toshga borvali, onsoro qazish uchun ketdi. Qishloqlar orqamdan yuraverasizlar endi. Davay, oppa, mana toshga ham yetib keldim. Endi onsoro qaziyman, ketdim. Mana zombi rudan, bu ko'k ruda bor ekan qanaqadir. Bilmayman qanaqa. Davay, ketdim. Bitta fakil bor menda, bitta fakil sindirib, ovurib boraveramiz. Endi qishloqlar shunaqa vaziyat, shunaqa bizda vaziyat. Ketdi bo'lmasam davay, qancha kerak ekan bizga? 20 ta kerak bo'ldi. 20 ta nima paydo bo'ldi? Qishloqlar nima bu? Mana ko'k blok paydo bo'ldi. Suv o'chirish kerak. Nima qatdan suv paydo bo'ldi bu yerda? Mayli, bo'lmasa tepaga chiqamiz. Qatta bu nima bo'lsa, do'st. Bu do'stlar quduq axir bizning qishloqqa o'xshagan quduq ekan bu do'stlar. Quduqga tushamiz. Bo'pti, momni qoraylar, hamma yoqda zombilar qishloqqa tezroq xabar berishim kerak bo'lganligini. Mamet uy bor ekan, qaraylar, kameralar turibdi, ishotkorlar turibdi pastda. Nomuncha buni himoya qilishadi. Nomuncha, voy, do'stlar, shunaqa ham bo'ladimi? Mayli, bo'lmasam qishloqlarga tezroq xabar berchi, shunaqaligini keyin tezroq hammamiz boraveramiz yoqqa. Davay, bo'lmasa qolamiz. Ketdi do'stlar, ketdi. Ana bo'ldi qishloqlar. Ana yerda quduq ekan qishloqlar, bo'lmasam quduqdan tepaga chiqib olamiz. Sekin uyga borib olamiz. Ketdi orqamdan hammamiz. Kapot ketdi. Ana bo'ldi, kapot kelib oldik. Davay, bo'lmasa qaysi uyga kirib olamiz? Bilmadim qishloqlar. Davay, sekin. Ham zombi davay bittada. Ana bo'ldi. Qani endi qishloqlar orqamdan yuryapti-yu. Ana bo'ldi, yaxshi qishloqlar. Bo'lmasam qishloqlar bitta fikr bor. Seli ajralamiz, chunki bunaqa yurishni zombilar bilib qoladi. Xuddi shunaqa narsaga to'g'ri bo'ldi. Ajralay qolaylik, hammamiz bitta uydan qo'rib chiqamiz. Bo'lmasa bunaqa yurishni zombilar qo'rqib qoladi bizani. Sen mana bu uyga kirgan, biz boshqa uylarga kiramiz. Bo'pti qishloqlar, bora qolinglar, men bunga kiraman. Bora qolinglar, davay qishloqlar. Endi menda vazifa bor. Men bu uy vobshe himoya qilingan ekan. Mashitda deb o'ylayman. Davay kiraveramiz. Temirli yana parol turibdi bu yerda. Mayli, yer tagidan kirib nima uchun bidrok do'stlar, bidrok qilaman endi. Bidrok sindirsa bo'lmaydi-ku axir. Men daraxt sindirsa bo'lar, balkim yo'q, darag'i ham sindirsa bo'lmayapti do'stlar. Mayli, endi parol topish kerak. Mashitda bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki juda ham himoyalangan eshik ekan. Mayli, bo'lmasa boshqa uylarga kirib ko'raychi, balkim parol izumutni blok, balkim parol toparman. Chunki shunaqa yozilib qo'yganlar. Zombilar ham o'zi esdan chiqarib qo'yadi parollar. Bo'lmasam ketdi, men uyga kirib ko'ramiz. Taxminan mana shu uyga kirib ko'ramiz. Uyga kirsa bo'ladi yoki men kiramiz, mayli, mana shuni kirib ko'ramiz.
Nima deb yozilgan edi? Nima parol deb yozilgan ekan do'stlar? Yo'q, buni sindirolmayman-ku, axir sindirolmayman-ku, nima qilaman endi? Davay bo'yim yetara, qo'lim yetara, balkim shu sandiqqacham. Davay, qo'lim ham yetmayapti sandiqqa. Bobo do'stlar, qo'lim ham yetmayapti. U xonada zombi turgan ekan. Mana bu bidroq namacha aqlli bo'lib qo'ygan bu zombilar juda ham ahmoq, aqlini ozgan edi zombilarni qilib olamiz. Davay bo'lmasa, qaysi yukramiz? Mana yukramiz. Davay mana ollading, mana ollading. Ana bo'ldi, namacha ikkita zombi turibdi, nima himoya qilibman sandiqqa. O do'stlar, zombini kirkasi va broniyam bor ekan, zombi broniyasi juda ham zo'r. Mana buni qaranglar, kulgiligini unaqa kulib yubormaylar endi ustimdan. Hozir kuladigan vaziyat emas-ku, axir imomnaqa ishlar ham bor ekan. Imomnaqa narsalar bor ekan do'stlar, boshi bor ekan zombilarning boshi. Imomnaqa qo'rqimchilik ekan, to'g'ri. Qishloqlar meni adashtirib qo'ymasa bo'ldi zombilardan. Ketdi bo'lmasa zombilar hujum qilmaydi menga. Yo'q, zombilar hujum qilmayapti menga, juda ham zo'r. Xo'p, ketdi bo'lmasa yaxshi, zombilar hujum qilmayapti. Nima bu zombilar paydo bo'ldi? Do'stlar, tushundim. Bo'pti, zombilar bilan urushmay qoldik. Zombilar paydo bo'lar ekan demak bu yerda. Mana mashita zombilar spavnitsi qiladi, paydo bo'ladi zombilar. Tushunarli. Menga tezroq parol topish kerak do'stlar. Mayli, to'xtanglar, bidroq sinmaydimi endi? To'xtanglar, bidroq sinmasa, uamni qarang tez bo'tgan. Mana narsa sinarkan, yaxshi. Nima ekan bu yerda kitob bor ekan, parol yozilgan bo'ladim. Yes, do'stlar, 2648. Parolim topdim, 2648. Ana bo'ldi, ochildi, qoning ko'rlichi. Vau, do'stlar, mana mashita sandiqlar. Qoning, mana mashita narsalar. Voy do'stlar, zombini uringlar. Qishloqlar zombini uringlar. To'xtanglar, men kompot. Men skin ko'rib oldim zombilarni. Kompot, sen zombini o'ylading rostdan. To'xtanglar, qo'rqmanglar. Mana eshikni ochdim. Mana mashita ekan, hamma narsalar qaranglar. Mana almosni qilich bor ekan. Xullas, mana temirli qilich bor ekan, shuncha butun qishloqning izonoti bor ekan bu yerda. Hamma narsalar olibdi qishloqlar. Kompot, yaxshi bo'ldi. Bu eshikni ochganing rahmat, sen kompot hamma narsa olib berding. Bo'pti, qishloqlar hamma narsalar olinglar. O'zini hamma narsalarni olinglar, qaranglar qishloqlar. Biz tezroq ketishimiz kerak bu qishloqdan. Ana bo'ldi do'stlar, hozir qishloqlar hamma narsalarni olishadi. Ana mana qaranglar. Kompot zombi, bugun biz zombini qishlog'iga kirdik, qishloqlar bilan tegi bilan. Bo'pti do'stlar, like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasa, hamma har do'stlar sog' bo'linglar.